Bu bir tozliq qog'ozi. Bir bo'lagi 11 sm. Agar har qitimda hojatxona kirganda bir kunda 2 qitim, har qitimda 3 bilak ishlatsangiz undaqda butun Jungodagi 1 milliard 400 million odam bir kunda 924 ming kilometrlik tozliq qog'oz ishlatadi. Ya'ni yer shari o'qini 23 qitim aylantirg'il bo'ldi. Bu tozliq qog'oz qanday ishlab chiqarildi? Qanday tozliq qog'ozi sizning ishlatishingizga mos keldi? Bugunchi biz ishlatayotgan tozliq qog'ozni o'z ichiga olgan barliq qog'ozlarning xam ashyosi o'simlik hujayrasining hujayra posti. Asosligi inchka uzun sellyulozdan tarkib topadi. Yilimga o'xshash liglin bilan chaplandi. Evkalit darxi o'xshash kang yo'parmoqlik daraxtlarning daraxt talosi qisqa bo'lib, uzunligi 1,8 mm, kengligi 10 mikrometrdan 30 mikrometrgacha bo'ladi. Ammo qarg'ay, shamshat daraxi o'xshash yan yo'parmoqlik daraxtlarning talosi bir qadar uzun bo'lib, uzunligi 3,5 dan 6 mm-gacha, kengligi 25 dan 40 mikrometrgacha keladi. Qog'oz yasash deganimiz bu talalarni o'simlikdan ayirib chiqarib, nepiz yaproqchi qilib, qaytadan giralashtirib, qog'oz qilib yasab chiqishni ko'rsatadi. Tozliq qog'ozi asosligi 3 qadam bo'yicha ishlab chiqariladi. Bo'tqa yasash, qog'oz ko'chirish va pishiqlab o'rashdan iborat. Bo'tqa yasash deganimiz oq yog'och materialini eshib qolgan qog'oz tala bo'tqasiga aylantirish. Hozir asosligi ximiyalik bo'tqa yasash usuli qo'llaniladi. Oldi bilan kesib kelgan daraxtlarni mashina orqali daraxt qo'zig'ini elib o'tib, parçalash mashinasi orqali yog'och parchasini parchalaydi. Hamda tasqab tanlash mashinasi orqali o'lchimi bak cho'ng bo'lgan yog'och parchasini chiqaradi. Ondan layoqatli yog'och parchasini g'oyat zo'r yuqori besimli o'rdab pishirish qozoniga soladi. Bu orqali yog'och parchasini tarkibida natriy hidrogen va natriy sulfit bor bo'lgan bolan alayda dori suyuqligi bilan aralashtirdi. 140 dan 170 graduslik yuqori besim sharoitida bu ikki xil ximiyalik modda eriydi. O'rdatib pishirib taxminan 4 dan 6 soat vaqtdan keyin qo'ng'ir rangli yerik bo'tqini ayirib chiqargan bo'ldi. Yerik bo'tqining qo'ng'ir rangdagisi legdan qoldiq bo'lganligi uchun yana ko'p qitim tozalash va oqartish kerak. Asosligi xlor dioksid, hidrogen peroksid eritmasi o'zining oqartuvchi oksidlash roli bilan leglan qurilmasini buzib, uni eritib oxirida yerik bo'tqini oq rangli qog'oz bo'tqasiga aylantirdi. Mana shunday g'oyat zo'r qog'oz ko'chirish mashinasiga tayinib, qog'oz bo'tqasi tayyor qilib, haqiqiy qog'ozga erishgan bo'ldi. Oldi bilan bu o'rindagi oqim bo'tqa sanduqidan qog'oz bo'tqasi etilib chiqadi. Qog'oz bo'tqasi to'shiklik to'r va yung adyal orasida qistirilib, sandvichga o'xshash chandilib, dastlabki qadamda bir qavat nefis qog'ozga aylandi. Bu qog'oz adyal ustiga chaplashib, siqilgan qismga keldi. Ko'p qism suvni besib chiqargandan keyin bu qog'oz yung adyal bilan ayrilib, ikki qismdagi yuqori besimli par bilan qizdirilgan quritish idishiga kirdi. Quritish idishining temperaturasi 120 gradusga yetadigan bo'lib, bundaq bo'lganda tozliq qog'ozi tez quriydi hamda viruslarni o'ltirgili bo'ldi. Yo'galgan vaqtda bir qirg'och qaqlash idishiga ching chaplashib, tozliq qog'ozni qo'mirib, qog'ozni texmi yumshtidi. Qog'ozning yirik bo'lib qolishining oldini oladi. Eng oxirida faqat yarim soat vaqt ichida bu qog'oz 3 metr kenglikdagi 60 kilometr uzunlikdagi cho'ng yo'g'ilma qog'ozga aylandi. Bu cho'ng yo'g'ilma qog'ozni pishiqlab ishlash orqali o'rab oqma liniyasiga qachlashga to'g'ri keldi. Bu yerda 3 qavat qilib kesib, qog'oz ustiga qatlab yetkazib, eg'izni yemlitib kessa bo'ldi. O'xshamagan oqma liniyada yana tartma qog'oz, qo'l yog'li qog'oz qatorliqlarni pishiqlab ishlagili bo'ldi. Qilib aytganda tozliq qog'oz yasash tas emas, lekin o'zingiz rozi bo'lgandek tozliq qog'oz setib olish oson emas. Tozliq qog'ozi qog'oz bo'tqasining xam ashyosi asosligi 3 xil bo'ldi. Daraxtdan yasalgan yog'och bo'tqasi, bambuk, shakar qumush terpi, shal bug'doy o'ti qatorliqlardan yasalgan g'ayri yog'och bo'tqasi va yig'ilish qog'ozdan yasalgan keraksiz qog'oz bo'tqasidan iborat. G'ayri yog'och bo'tqasi va keraksiz qog'oz bo'tqasiga aralashmalar bir qadar ko'p ishlatilgan. Qog'ozning avrishimligi, suv sumirishchanligi ham yumshoqligi qatorliq jihatlarda yog'och bo'tqasiga yetmaydi. G'ayri yog'och bo'tqasiga qaraganda keraksiz qog'oz bo'tqasidan ishlangan tozliq qog'ozlari ko'pincha sirtqi yuzi qo'pol, yana osonla qog'oz uvoqlari tushib ketadi. Bo'libmi ommaviy hojatxonalardagi bu xil azam baholi qog'oz dal mushundaq xilda bo'ldi. Agar tozliq qog'oz o'ralmasida asosiy tarkibi ibtidoiy yog'och bo'tqasi deb belgi qo'yilsa, buningda yog'och bo'tqasidan boshqa qog'oz bo'tqasi yoki keraksiz qog'oz bo'tqasi ishlatganligini bildirdi. Yana ba'zi o'rinlarda sap qog'oz bo'tqasi deb bor bo'lib, ibtidoiy degan so'z qisqartirilgan bo'lsa, balkim keraksiz qog'oz bo'tqasini ishlatgan bo'lishi mumkin. Chunki keraksiz qog'ozlarmi boshda yog'och bo'tqasidan yasalgan.
Bu yerda diqqat qilishimiz kerakki, davlatimiz keraksiz qog'oz bo'tqisidan tozliq qog'oz yasashga ruxsat qilgan. Biroq tortma qog'oz, qo'lyog'liq qog'oz degandek eg'iz, yuz surtishga ishlatilgan qog'ozlarga faqat yog'och bo'tqisi yoki g'ayri yog'och bo'tqisi ishlatildi. Bugun Zhongxun, Xin'an, Vida, Jinhongye qatorliq 4 cho'ng zavod markasi ostidagi qog'ozlarning hammasi yog'och bo'tqisidan yasalgan bo'lib, asosliqi chet ellardan import qilishga tayinlandi. Biroq xalqaro yog'och bo'tqisining bahasi ancha muqim emas. Bo'libmi 2017-yili bahasi yana bir qatim o'sdi. Baho davolg'ichining ta'siridan saqlanish uchun davlat ichidagi zavodlar jungoch bambuk bo'tqisi qog'ozini tadqiq qilishga boshladi. Bu xil a'zam bo'lmagan bambuk bo'tqisi qog'ozining garchi har xil unumi bor bo'lsa-mu, lekin g'ayri yog'och bo'tqisining mohiyatli xususiyatini o'zgartirib bo'lmaydi. Yanıla g'ayri yog'och bo'tqisi qog'oziga o'xshash deyarlik bo'ldi. Uningdan boshqa bambuk bo'tqisi qog'ozi yana bu xil yog'och bo'tqisi tabiiy qog'ozga o'xshash oqartish bosqichidan saqlanib qolgan bir qism liglin orqali tarkibida odam badaniga ziyonli bo'lgan farqroq oqartish dorisini yo'qligini isbotlaydi. Lekin amaliyotda ozroq foydani ko'zlab, shu arzon baholiq cho'ng tozliq qog'ozini sotib olmasangizlar, oq ranglik tozliq qog'ozi bilan qo'ng'ir ranglik tozliq qog'ozining egallagan dori miqdori ko'rinarli farq bo'lishi notayin. Shundaq deyishga bo'ldiki, qo'ng'ir rangningki birdan bir foydasi hojatxonada ishlatish qulaylik. Rangi qaramoqqa ancha ro'shan farqlanib ketmaydi. Biroq bu Jungoning bambuk bo'tqisi qog'oz zavodiga haqiqatan ilhom berdi. Masalan, bu xil tortma qog'ozga ijodiy holda mushkeyxning uchay yo'li hazm qilib chiqqandan keyingi bambuk talasi qo'shilgan. Ya'ni mushkeyxning nijosati. Agar bu qog'ozni ishlatib qolsangiz, mushkeyxning nijosatining ta'minan qanday bo'lganligini cho'qim bilalaysiz-ku deyman.